Assalomu alaykum tomoshabinlar, mana bugun sizlarga Namangan mashina bozoridan bugun sizlarga arzon Damas'dan video obzor qilib chiqaramiz. Kanaldan yangilar bo'lsa albatta uni tugmachasini bosib qo'yinglar. Xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzrimiz. Videomiz yoqsa sizlardan tegan like kutib qolamiz. Sizlarga birinchi Damas'imiz. Mashinamiz yillar 1997-yil ekan. Mashinamizni asad tirikchilikka haydaydigan ekan. Mehnat yildan bu yo'g'i sekin hozir tarix sezon, gilos sezon boshlanadi. Bu yo'g'i sekin harakat qilib ko'rish kerak. Xo'p. Gap kraskalari Honda ya alaylar. Mashinamizga anaqa etlaydigan emas, maqtaydigan emas. Mashina haydagani bo'laveradi. Holat ekan. Bunun pollari chirib zanglab to'kilib ketmagan ekan. Shu kuzubda ishlari bor ekan, lekin zigzaglar qanaqa? Zigzaglar butun. Zigzaglar butun. Yo'q, agar zigzaglar ham butun bo'lsa. Mashinamiz taklif etiladi, muammosi yo'q aka. Generalni ham beriladi. Generalni ham afamitan. Ular Jezlari metanda. Metan. Temir balg'onlar. Motor hadovoylari ishlari yo'qmi? yo'q. Hammasi yo'q, joy-joyda. Hamma yo'g'i joy-joyda. Necha pul so'rayapsiz endi? 20 million kam bor deyapmiz. 20 million kam bor deyapti. Qanchaga bermadingiz aka buni? 15 million narx qilishdi. 15 million narx qilishdi, bermabdilar. 20 million deb turibdi ekanlar. Xo'p, telefon raqamini aytasiz aka? 94lik 94lik 222 222 22 54. 22 54 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xo'p, xohlasalang generalni, xohlasalang apartment, xohlasalang davringizni ham haydaver ekansizlar. O'zlaring xohlagan ishlaringda haydaveradigan holat ekan. Xo'p, biz keyingi mashinamizga o'tamiz. Xo'p, akalar ko'ringlarchi, mashinamiz yillar 2001-yil ekan. Mashinamiz ushlar taniq turibdi. Mashinamiz balon holatlar, chang kalpaklargacha o'qilgan. Xo'p, salonlarga kiraylik. Salonlari polik karimgacha bor. Bu yoqda sidinalar, stoyka, tampon, chexollar bo'lgan akalar. Magnitofon kolonkalargacha bor ekan. Mashinasi tushlar o'zan qaraylarchi. Nima deydi endi bu? Xo'p, taydagilarni metan balonlar. Mashinamiz holati shu bu yoqlar ishlayapti. Shunga menimcha mashina radnoy mashinaga o'xshayapti. Poldan shunga qilib tashlangan ekan. Mashinaning holati akalar ko'rib turibsizlar. Menimcha mashina toza mashina. Tegizaklarni ko'p qo'ygancha. Oshasidanmi aka? Bizda 2900 kami bor. 2900 dollar kami bor. Motor hadovoylarda ishlari yo'qmi aka? Motor, mos korobkalar zo'r. Zo'r. Dokumentlarda muammo bo'lmaydi. Zo'r. Yillarni ham beraveramiz. Bo'ldi. Generalni ham berish kerak. Telefon raqamini aytaverasiz? 91lik 91lik 348 348 82 28. 82 28 raqamga aloqa qilsanglar akalar. Xo'p, egalar bilan bemalol kelishyapsizlar bo'laveradi. Aka, kraskalar qanaqa edi? Kraska 30% bor. 30% bor. Udar yo'qmi? Udar yo'q. Bo'ldi. 30% kraskalar bor ekan, udar yo'q deyapti. Chokilarni ham ko'rsatdik, chokini ko'rsatdik. Ha? Xo'p. Kelar. Narxi arzidimi mashina? Bizdan fikrimdan kommentariyada yozib ketinglarchi. Xo'p, akalar ko'ringlarchi, mashinamiz yillar 2007-yil ekan. Ranglari молочный. Kraska qanaqa? Kraska toza. Kraskalar toza. Bo'ldi, kraskalar toza deyaptilar. Mashina qirilyapti. Qirilganlarni hisoblaymiz. kelib qoladi mushinaga. Polik sidina. Bu yoqda kolonkalargacha qo'yib qo'yilgan. Cheka sabr qilib turaylik hozir. Xo'p, akamiz sifat qattiq deyapti.
Xo'p, akalar ko'ringlar, endi sizlarga o'zi holni hamma ko'ryapti. Bochibon qo'yishib qo'ysin joyida. Hollari ko'rib turganlaringdek yaxshi holatda. Oshnamiz ana choklari ham. Yaxshi. Salonni ko'rsalar, aytdilar. Salonlar ham normal. Bu yoqda metan baloqlar. Aytib beramiz. Boshda zo'r orqa pollarni ham oldimizmi? Ha, oldim aka. Bak benzinga yuraladimi yo? Benzinga ham yuradi. Benzinga yuradi. Mana shu krilloni qirg'og'ida kraska bor xolos, mana shu yerda. Ha. Ikki tomonda. Ikki tomonda bor. Qolgan yerlar toza ekan. Toza. Xo'p, motor hadovoylarimiz ishlari yo'q. Korobka zadnimiz hammasi zo'r. Hammasi zo'r. Narxlarni necha pul so'rayapsiz aka? 4200 deb tushib beramiz. Necha pul qilishdi? 3,5 ming qildi, bermadi u. Naqdga uni. Ha, naqd pul. umuman yo'q, ish yo'q. 2-3 ming pulimiz yetmay qolsa bo'lmaydimi? Yo'q, naqdga. Ha, bo'ldi. Generalniy bo'ladi. Generalniy bo'ladi, bo'ldi. Katta bolani yumshoq. Telefon raqamini aytib yuboring aka. 93lik 93lik 944 944 99 99. 99 raqamga aloqa chiqib olasizlar. Kimni murojaat qilsa aka? Umarxon. Umarxon aka deb murojaat qilavergansizlar bemalol. Xo'p akalar, biz keyingi mashinamizga o'tamiz. Xo'p akalar, pul topaman degan akalarimiz yana mashina pul topadi. Xo'p, balo holatlar akalar. Yaxshi holatda, endi dariga yetmadi. Ko'ylanga bor. Haydasa haydab yursalarning chiroy pulni chiqarib olganlarga haydab turaverasizlar. Xo'p, yo'qlari shpakrobka bo'lgan ekan. Mana qilaychi mashina o'zi. Lekin narxiga arziydi akalar. Narxini chiroyli qilib berishyapti. Qo'llari akalar. Qo'llari zo'r ekan. Hech qanday lamlangan emas. Rustas qisib bo'lyapti. Xo'p, mana mashinamizda akalar. Mana ko'rinishi. O aka, nimaga? O, akalar, mashinamizda salon holatlari yana zo'r akalar. Aytisalaring. Soqqalarni topib yuraverasizlar. Aka, bag'da hadovoylar qanaqa? Endi oqa hadovoy bir qator ko'rsatib oladi-da, 1,5 ming 1 ming 400 ming mashina o'zgarchi ishi bo'ladi. Ha. Motorlari Motor asfalti yo'q. O'z korobkada nomida o'zi bor. narxini necha so'raydi ular aka? 1,5 mingga beraveramiz. Oxirimiz qo'lga tegadi. Qo'lga tegadigan 1,5. 2000-chi. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Hola generalniy, hola oforma. Muammosi yo'q. Bor. Telefon raqamini aytib yuboring aka. 90lik 050 050 26 2610 raqamga aloqa qilib Kechqurun ko'rasizlar. 9 ga telefon qilishmaysiz. Bo'ldi, kechqurun soat 9 dan keyin bizni taqimsa ekansizlar akalar. Zigzag qanaqa aka? Zigzag bir qadar ko'rsatib ketdik. Bu yoqda Malibuga ketadi shekilli, brat. Malibudan qaytdim yana. Mazza yaxshi. Mazza yaxshi ekan. Sonlari yaxshi? Ha, yaxshiroq. Akalar, Anvar akamiz yana tovarlik boshqatdan. Bag'diylar nechinchi yil dedingiz aka? 2000-chi yil. 2000-yil. Mashinamcha narxini qimmat etyaptilar, lekin radnoy deyaptilar. Mashina umuman kraska yo'q. Ikkita krillosda manchi chichichidan bor. Ha. Biz salonni ko'raylik, akalar. Mashinamiz salonlari chiroyli holatda turibdi. Mashinaga tarpetka chexol, sidina chexol, stoyka, obshipka, tom, nima kerak bo'lsa qaytib qol. Hamma yerlar chexol bo'lgan. Ket. Yerishamiz. Akalar, mashinamiz salonlar вообще dar holatda turibdi. Orqada u pioner kalamkalarga nima deysizlar endi?
Xo'p, Anvar akamiz mashinaga qarab qo'yiladi endi. Tonirovkalarimiz bor. Orzulargacha qolmaydi. Yozib ham qo'yishdi mashinaga. Anjon mashinasi ekan mashina. Qo'llarini ham. Вообще tinoq bu. Shunga qimmat uka. U aka narxcha qimmat bo'lib qolyapti. Zigzagimiz qanaqa aka? Zigzagla pechat. Mashina g'ishlarsiga chiqarib qo'yishdi, chiroyli. Mashina shuni olib haydayveradigan holatda akalar ko'ringlar o'zing. Omalaga narxi qimmat deyapman-ku, lekin mashinaga arziydi ham deyman-da. Telefon qo'ygich, hamma yo'g'i tayyor. Shuni olasizlar, shuni haydaysizlar. Chokoladday mashina. Musimiz qanaqa aka buni? Jim. Motorlar mo'yemaydilar. Yo'q. Hamma yo'q. Qadavoy-padavoylarda ishlar yo'q. Hammasi qilib qo'yilgan. Necha pul so'rayapsiz? 3200 kam bor. 200 dollar kam. Uch paysa kelsa bo'ladimi aka? Shu pastda kelishamiz. 2650 dollarga bermadik lekin. 2650 dollarga berildi. Biz obunachilar ozgina qo'shsa beramiz. Beramiz, qo'shishni beramiz. Telefon raqami tez so'raylik. 50 50lik 502 502 88 88 raqamga aloqa chiqaramiz akalar. Xo'p, dokumentimiz generalni bilalarmi? Hammasi bo'ladi. Bo'ldi. Xohlagan dokumentlaringiz ishlanib turar ekansizlar, dokumentda ham. Bu yog'imiz 2007-yil akalar. Maloshni mashinani kraska qanaqa aka bunda? Boshdan tosh tegan. Endi ichida so'chilar bor ekan, lekin u mashina hammasi ham bo'ladi moqchiman. Tosh endi yerda yurgandan keyin tegmasa bo'lmaydi ham-da. Xo'p, salon kirdi ham akalar, salonda bu ham o'sha tayyor holatda. Tarpetka, pollik, sidena, stoyka, tom chexol bo'lgan. Barlargacha qo'yib qo'yilgan. Pollik ham bor. Pollik ham bor, pollikni charmi ham bor ekan. Mashina o'zining ko'rib bahosini beriladi o'zidan ham. Xo'p, magnitofon kimlarimiz bor akalar. Ko'rsatib o'tmamga. Ha, endi bir mashinasi qattiq borgan. Gazlarimiz bor, benzin yuriladimi aka bor? Gaz benzin yuriladi. Mashinamiz bu ham tayyor holatda ekan. Telefon qo'yuvchilargacha borgandan. Mashinamiz necha pul deyapsiz endi? 3700 kam bor. 2700 dollar kam bor. Nega ham tushiramiz? Siz ham qayta kelishasiz? Ozmas. Unaqa ko'p emas. Kelishamiz bu. Obunachilar o'zi qo'li qattiqroq odam kelib qolsa, xohlasa cho'tga qarab tushirib berishadi. Kelishamiz, to'g'ri. Muslar qanaqa aka bog'da? Jim. Xadavoy. Hamma yo'q qo'yilgan. Bo'ldi. Motorlar mo'yemaydi ham bor. Yo'q. Dokumentlarimiz general hammasi bitadi. Hammasi bo'ladi. Bo'ldi. Telefon raqamlar 50lik. Nechida? 502 88 88 88 raqamga aloqa chiqar ekansizlar akalar. Shaharlar ekanmiz, yana qaytaladamiz bozorga. Xo'p, akalar biz yo'qolsam keyingi mashinamizga o'tamiz. Xo'p, akalar sizlarga 2011-yil mashinamizni olib qo'ydik. Narxlari hozir akamiz o'ta narx beramiz deyapti. Nasiya savdoga ham qilib beramiz deyapti. Narxini bomba qilamiz deyapti. Xo'p, balo holatlar. Вообще udar. Mashinamiz salonlarga kirdi ham bo'lsak, salonlari ham cho'tki. Xo'p, aka, ba'da motor kirib keladi, ishlar yo'q. Jim. Muslarda o'sh yo'q-a? Yo'q, umuman 1% yo'q. Xo'p, kraskalar o'sha hali nima edi? Kosmetik deydimi, shunaqa qilib 5% bo'lishi mumkin-ku. Hali nima deydi? Kosmetik qilinganda endi tayyorlanishgan. Mashina
Bitta pollarni ko'rsatdik akalar. Pollari ham tiniq turibdi. Hop, metamalollar bor. Mashina zo'r holda turibdi. Ay, narxlarini chiroyli qilib bersalar bo'ldi. Hop, aka, narxlarni nech pul deyapsiz buni? Narxi 4,5 ming ozgina kami bor. 4,5 ming dollar ozgina kami bor. Bu narsa savdoga qancha puli bor odam telefon? 100 dollar puli bor odam telefon qilamiz. 100 dollar puli bo'lsa 5-6 oyga beraveradi. 5-6 oy kelishadi. Taklifimizda muammo bo'lmaydi. Muammo yo'q. Xohlasa generalni, xohlasa oform. Telefon raqamini aytib 93lik 93lik 945 945 0250. 0250 raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. O'sha akamiz kimni murojaat qilishar ekan? Xo'jakbardi. Xo'ja Akbar akamizni murojaat qilishar ekan. Ular ekansizlar akalar, bemalol o'zlari bilan gaplashib, hop, narxlarni kelishaverasizlar akalar. 100 dollar pullaringiz bo'lsa ham mashina minib ketaver ekansizlar. Aka, sotildimi? Qancha bo'ldi? 52, 23-yil ekan. 21. Bo'ldi. Kraskasi toza ekan, 21, 109 ming yurgan. 5200 dollarga chiqib ketdi akalar. Voy, o, narxlar kellasini tashlayapti. Tepasiga qarang. Biz akalar endi sekin videomizni ko'taramiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, olasizlar.